Buxoriy bobomiz rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, qaysi bir mu'minga bir musibat, xafachilik, kasallik, bir og'riq yetsa, u xafa bo'lmasin, balki xursand bo'lsin. Chunki u tufayli Alloh uni gunohini kechiradi degan ekanlar. Hatto mabodo gunoh qolib ketib qolgan bo'lsa, hech bo'lmaganda o'layotganda jonini bitta qiynab olamiz, o'sha gunohi ham qolmaydi. Mo'min odam eng katta maqomda, Firdavsda payg'ambar bilan birga bo'ladi degan ekanlar. Bu degani azizlar, bugun to'g'ri boshga tushgani ko'z ko'rar deydi. Biz oson tutmaymiz. Kimdir farzand ko'rmayapti, kimdir ishi yurmayapti, kimdir qarzi bor, kimdir kasal, kimdir uyi yo'q, uydan haydalib ketgan, uyini olib qo'ygan akasi, ukasi yo amakisi, ijaraga to'lagani puli yo'qlar bor. Bilamiz, bu narsalarni hammasini bilamiz. Lekin unutmang, val qadari khayrihi va sharrihi minallohi taala. Taqdirda yaxshisi yomoni, xursandchiligi va xafachiligi hammasi Robbimiz Allohdan azizlar. Unutmaylik, Robbimiz Alloh ko'rmayaptimi siz arendaga pul bera olmayotganingizni? Robbimiz Alloh boshqa xarajatlarni qilib, go'sht olgani pulimiz yo'qligini Alloh bilmayaptimi? Juda yaxshi biladi Alloh. O'zi go'sht ololmaydigan qilgan Alloh o'zi. Alloh bizni sinaydi, liyabluwakum deydi. Sizlarni sinash uchun men bu dunyoga keltirganman deydi. Alloh sinaydi. Biz sizlarni qo'rqitib, ekinlaringga, tikinlaringga, o'sha moli dunyolaringga, uylaringdagi kimdirlarga, nimadurlarga, qanaqadir qiyinchiliklarni, xavachiliklarni berib, biz sizlarni sinaymiz deydi. Agar shu Allohdan Robbim Alloh xohladi molim o'ldi, Robbim Alloh xohladi qarzga kirdim, Robbim Alloh xohladi dadam o'ldi yo onam o'ldi desa, ber jannatda shu bandamga deydi. Bu sinovdan o'tdi deydi. Rasululloh alayhisolom hadislari bor. Musulmon borki, o'lgungacha qiyinchilik, musibatdan qutulmaydi deganlar. Nimaga? Gunohimiz ko'payib qoldimi? Xudo gunohimizni yuvgisi kelsa, bitta qiyinchilik berar ekan. To'satdan insult bo'lib qoldi. Bo'ldi, Alloh gunohini yuvyapti ekan shuni. To'satdan avariya bo'ldi, qo'rg'onlar sinib ketdi, o'lmadi. Bo'ldi, Xudo buni gunohini yuvishni xohladi. Bo'ldi, tamom. Bugun biz xursandchilik va xafachilikni Xudodan deb bilmaganligimiz uchun xursandchilikda o'zimizdan ketib qolyapmiz, xafachilikda noshukr bo'lyapmiz. Desa, darinasi oshib insult bo'libdi. Tubini surishtirsangiz bitta xafachilikdan. Yo o'g'li yo qizi kimdir nima bo'lgan. Xudo saqlasin.